Soat 6 ko'chada it yo'q, bo'ldi tugadi, sharmanda bo'ldi deb o'ylaganmiz-da. Xullas, hamma bloger aytilgan Elmot Haqnazarov, Milliondagi Shahlo, Tas Cooking, Seva Cooking, Muxlisa Cookinglar, bu yoqdan yana endi o'zlari mehmonlar kelgan. Soat 6 ga yetib qo'yganmiz mehmonlarni. Sahnalar qurilgan, konsert bo'lish kerak. Ishonasan, odam yo'q. Bu yoqda furshatni stol qilib qo'yganmiz. Meva-cheva, вообще hammasi zo'r. Yo'q hech kim. 10 minut kutamiz, 15 minut kutyapmiz. Syomkalar, sveta, muzika hammasi. Lekin Xudoga shukr, Alloh sharmanda qilmadi. Yarim soat mana shu do'konning oldida 150 ta odam bo'lib ketgan. Mahalla Moskovskiy o'ylaganmiz, hozir qo'shnilar chaqirib yoradi, baqa chaqirib bo'lyapti deb yo'q. Xudoga shu qo'shnilar ham podдержкаga chiqishgan, bu yoqdan kafedagilar, bu yoqdagi qurilish do'konidan chiqishgan. Xudo xolasa sharmanda qilmadi, doim ochilish marosimi o'tkazib olganmiz. Bu ham bir 5 yil oldin gap aytib bera olmasanga. Miyat xayl do'konning ham ochilishi kichkina mana shu sarguzasht bilan boshlangan.